Nevrovil klinikamizda bundan 2 oy oldin licheniyamizga kelib, bosh vrachimiz Gulnoza Gaziyevani nazoratlari ostida farzandlarni davolashdi. Shunaqa men xursandchilikda keldim bugun. Shu bolamda ozgina qanaqadir orqada sezib qoldik, keyin bularga olib keldik. Bitta kurs lecheniya qilib berdilar. Вообще bomba. Nima deydi? Judayam zo'r. Bola aktiv, judayam aktiv. Mana o'sishlari, rivojlanishlari hali bizani ko'rigimizga bor, lekin men ichimdagi emotsiyalarimni bekitolmay bugun chopib keldim. Nima deydi? Bularga rahmat. Eng avvalambor insonga muomala madaniyati. Bular birinchi kirib kelganimda, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi dedilar. Allohga shukr, mana zo'r bolam. Rahmat, boringlarga shukr. Ishinglarga yana rivoj tilayman. Judayam rivojlaninglar. Kim bu ketayotganimiz juda to'g'ri kelishyapti. Men shuni tarafdoriman. O'zim rezultatda ko'rdim bularni. Даже 2 oy bo'lgani yo'q hali bolamga. Bolada harakat buzilishlari bilan bularda внутритробный infeksiya o'tkazgan. Homiladorlik ichida o'sha infeksiyani hisobiga ba'zi bir bolada orqada qolish belgilari bor edi. Harakatdan ham, emotsiyadan ham. O'zi yaxshi, ancha qaryapti, ko'ryapti, oyisiga kulyapti, reaksiyalari yaxshi, harakatlari yaxshi, boshlari tutib qolgan. Men o'zi oldin boshqa yoqqa borganimda afsuslanaman. Nima deydi? Boshda kelganda undan ham rezultat zo'r bo'lardi. Boshqa lecheniya oluvdik biz. To'g'ri yonda shu ortiqcha dori yozmasa ekanlar. Eng kerakli dori, masalan, biz ham bab onamiz nechta bola katta qilganmiz. Lekin nima deydi? Shunaqa yozayotgan dorilar ham shunaqa hamyonbop, eng asosiysi judayam zo'r. Judayam to'g'ri yo'naltirdilar. Rahmat kattakon. Farzandingizda shu kabi muammo bo'lsa, albatta Nevrovil klinikasini tanlang va bizni mutaxassislarimiz sabab bilan farzandingizni sog'lom bolalar qatoriga qo'shing.